Savol. To'g'ri chiziq x y tekisligida koordinata boshidan, ya'ni 0 0 nuqtadan o'tadi va uning burchak koeffitsiyenti 2/5 ga teng. Quyidagi berilgan nuqtalardan qaysi biri shu to'g'ri chiziqda yotadi? Keling, to'g'ri chiziqning umumiy tenglamasini yozib olamiz. Ya'ni y teng kx plus b. To'g'ri chiziq 0 0 nuqtadan o'tganligi sababli b teng 0 bo'ladi. Demak, to'g'ri chiziq tenglamasi y teng kx, ya'ni sodda ko'rinishga keladi. Va k, ya'ni burchak koeffitsiyenti 2/5 ga teng ekanligidan foydalanib, y teng 2/5 x. Bu to'g'ri chiziqning tenglamasi bo'ladi. Endi har bir nuqtani olib borib shu to'g'ri chiziqqa qo'yib tekshiramiz, ya'ni qanoatlantiradimi yo'qmi. Bu yerda birinchi nuqta bu x ni koordinatasi, ikkinchi nuqta esa y ligini bildiradi. Demak, x o'rniga 2 ni olib borib qo'yamiz va javob 5 chiqishi kerak. Ya'ni y teng 2/5 ko'paytirilgan 2. 2 kere 2 4, 4/5. Ya'ni 5 chiqmadi, bu javobni olmaymiz. Keyingisi x o'rniga 1 qo'yamiz, javob yana 5 chiqishi kerak. Ya'ni y teng 2/5 ko'paytirilgan 1. 2/5. Javob yana 5 chiqmadi, bu javobni olmaymiz. Keyingisi x o'rniga 5 qo'yamiz va yana y 5 bo'lishi kerak ekan. Demak, y teng 2/5 ko'paytirilgan 5. 5 lar qisqarib ketib 2 chiqadi va bu javobni ham olmaymiz. Keyingisi x teng 10, ya'ni x o'rniga 10 qo'yishimiz kerak. Mana ko'paytirilgan 10 va javob 4 chiqishi kerak. 10 bilan 5 ni qisqartirsak 2, 2 kere 2 4. Demak, to'g'ri javob D.